Assalomu alaykum barchalaringga obunachilar. Mana chorva ixlosbandlari Namangan Tepaqo'rg'ondan Boburjondan olib kelgan qo'ylarimiz yaylovda yayrashib azaq o'tlashyapti. Olib kelganimizga mana 20 kun bo'ldi. Qo'ylarimiz zo'r o'zgardi. Yaylovda bular mazaq o'tlashyapti, boshini ko'tarmasdan. Olib kelgan holatimizda videolari ham bor, sizlarga ko'rsatib qo'yib o'tib ketamiz. Video oxirigacha ko'rsalaring. Bu yerda chorvalarimiz, bu yerda yaylovimiz bor. Qo'ylar mazaq o'tlashyapti. Mana qo'ylarimiz. O'zgarishi zo'r. Olib kelganda bir qator lichenyashi, ichki tashqi parazitlari yo'llar qildirib, suyuq alberlardan ichkizib qo'ydik, ichki qurtlarni to'kishga. O'nta bo'ldi hozir bu. Hammasi chiri ko'rib oldi o'zaga. Hammasi yosh narsalar. Siz tarqatib oling-chi. Oldinda haydab oling-chi. Nech pul o'tib berasiz Boburjon? Xayriyat. Narxini Jon aka o'tib berolmayman. Yo, pastiyanni olyapmiz uka. Gapsiz yo'q, pastiyanni olyapsiz. Oborib tashlab beraman. Inanmaydi. Namazga yuklab bermayman baribir. Ayo, Damasga yuklanamiz ha. Yuklaram. Yolda qo'yaver. Qo'chaverma. Aşağıdan chiqib ketsa, bodimni. Tez yo'q. Hammasi bo'ldi, qizlar. Namaz. Mana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Uka. O'zlar yo'q. Ha, xudo xolasa endi haligi o'zi ajrab bo'ladi-yu, kuzroqqa yaxshi zotdorlasha bir $1000 qo'chqor qo'shib qo'yamiz. Ha, bo'ldi, o'zingiz qilib berasiz, xudo xolasa qo'chqorni. Xudo xolasa bular bir hafta 10 kunda yeb tursa yaylovda.